Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari birinchi qism kitobining 12-mavzusi. Natural sonlarni yaxlitlash va sonlar o'qi haqida gaplashamiz. Demak, quyidagi sonlarni o'nlar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak. Xo'p. O'nlar xonasi qaysi? O'nlar xonasi 348 da mana bu 4. Ana shu 4 ni tagiga yechsamizda shu xonagacha bo'lgan sonni doiracha olamiz. Ana endi ana shu 48 soni ikkita o'nliklar orasida 40 bilan 50 ning orasida qaysi biriga yaqin? 50 ga yaqin. Bo'ldi, demak mana bu yaxlitlash belgisi 3 ni o'ziga tegmaymiz. 48 o'rniga yaqin bo'lgan son 50 ni qo'yamiz. Javob 350. Ikkinchi son mana 834 shu sonni o'nlar xonasigacha yaxlitla desa, o'nlar xonasini tagiga yechamiz va shu xonagacha bo'lgan hammasini doiracha olamiz. 34 soni ikkita o'nliklar orasida 30 ga yaqinmi, 40 ga yaqinmi? 30 ga yaqin. Demak, bu yaxlitlasak mana bu 8 ga tegmaymiz. 34 o'rniga unga yaqin bo'lgan sonni, ya'ni 30 ni yozib qo'yamiz. Natija 830 ga teng. Keyingisi 617 soni o'nlar xonasida 1 turibdi. Bu 17 qaysi biriga yaqin? 10 ga yaqinmi yoki 20 ga yaqinmi? Ko'rinib turibdiki, 20 ga yaqin. 17 gacha 17 dan 20 gacha 3 ta bor. 10 dan 17 gacha 7 ta bor. Yoki mana bu 10 bilan 20 ni o'rtasi 15, o'rtasidan oshgan 17. Demak, 20 ga qarab yuramiz. Agar o'rtasidan kam bo'lsa 10 ga qarab yuramiz. Demak, buni yaxlitlaganimizda 6 ni o'ziga tegmaymiz. 17 ni o'rniga unga yaqin bo'lgan son 20 ni qo'yamiz. 620 bo'ladi. Keyingisi 959 mana o'nlar xonasida yechsamiz 959. Bu son 50 ga yaqinmi? 60 ga yaqinmi? Ko'rinib turibdiki 60 ga yaqin. Demak, taqriban 9 ni o'zi 59 o'rniga 60 yozib qo'yamiz. Javob 960. Endi savol tug'iladi. Agar ikkalasiga ham yaqin bo'lsa-chi? Masalan, 575 sonini o'nlar xonasigacha yaxlitlasak nima bo'ladi deb so'rasanglar, hozir o'rgataman. 75 soni 70 ga yaqinmi, 80 ga yaqinmi? 70 ga ham 5 ta bor, 80 ga ham 5 ta bor. Ana shu holatda kattasi tomon yurasizlar. Kattasi tomon yurasizlar. Ya'ni 80 ga yaqin deysizlar. Ikkalasiga ham yaqin aslida. Lekin kattasi tomon yurasizlar. Shunchaki shunda qabul qilingan kattasi tomon yurish. Demak, 5 ni o'ziga tegmaymiz, 75 ni o'rniga 80 qo'yamiz. Bo'ldi. 580 chiqar ekan. Keyingisi quyidagi sonlarni yuzlar xonasigacha yaxlitling deyapti. Yuzlar xonasida mana birinchi sonni 6 turibdi. To'liq aylaniga olamiz. Bu 623 endi ikkita yuzliklar orasida 600 ga yaqinmi, 700 ga yaqinmi? Qaysi biriga yaqin? Shu paytda nima qilasizlar? Mana bu 600 bilan 700 ni o'rtasini topib olasizlar. 650. Demak, 623 bu yerda joylashgan. Demak, 600 ga qarab beramiz. Taqriban 600 chiqadi. Keyingisi 1448 yuzlar xonasida 4 turibdi. 1448 bu 400 ga yaqinmi? 500 ga yaqinmi? Qaysi biri yaqin desa, shu ikkalasining o'rtasini topib olasizlar. 450. 450 mana bu. 448 400 bilan 450 orasida joylashgan. Demak, bu 400 ga yaqin ekan deysizlar. Ya'ni biriga tegmaysizlar-da, mana 448 ta o'rniga 400 yozib qo'yasizlar. Tamam. Keyingi masalamiz Xo'p, 6789 o'nlar xonasida 7 turibdi. Mana bu 789 700 ga yaqinmi, 800 ga yaqinmi deb savol berasizlar. Shunda 700 bilan 800 ni o'rtasi bu 750. 789 mana bu 750 bilan 800 ni orasida. Demak, bu 789 800 ga yaqin ekan 700 ga nisbatan. Demak, 6 ga tegmaymiz. 789 ni o'rniga 800 qo'yib qo'yamiz. 6800 bo'ladi javob. Hop, keyingisi endi minglar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak. 6142 ni minglar xonasida 6000 turibdi. Bu 6000
6000 ga yaqinmi? 6142 6000 ga yaqinmi? Yoki 7000 ga yaqinmi deysizlar. Ikkita mingliklar orasini olasizlar. Bularning o'rtasi 6500. Demak 6142 mana bu 6000 bilan 6500 ning o'rtasida, ya'ni 6000 ga yaqin. Demak taqriban bu 6000 bo'lib yaxlitlanadi. Keyingisi 67893 sonini minglar xonasida yetib turibdi. 7893 7000 ga yaqinmi? 8000 ga yaqinmi deysizlar. Ularning o'rtasi 7500 bo'lgani uchun 7893 mana buni orasida turibdi. Demak, taqriban 6 ga tegmaymiz. 7893 o'rniga 8000 yozib qo'yamiz. Shunda 68000 bo'lib yaxlitlanadi. Keyingisi salgina muammoli vaziyat mana bu 9. 9998 9000 ga yaqinmi? 9000 ga yaqinmi? Yoki 10000 ga yaqinmi? Bularning o'rtasi 9500 bo'lgani uchun mana bu 10000 ga yaqin teng yozamiz. Endi qaranglar, biz mana bu 4 ta xonani o'rniga 5 ta xonani joylashtirishimiz kerak. 5 ta xonani joylashtirishimiz kerak. Demak, mana bu 1 ni bunga olib kelib qo'yamiz. Shunda 8 bo'lib ketadi bu. Bir dil kelib qo'shiladi, 8 bo'lib ketadi. Qolgan nollar turaveradi. Shunda 80000 degan javob kelib chiqadi. Birinchi misol 6 kilogramm 413 grammni kilogramlarda yaxlitlang deb so'rayapti. Demak, kilogramlarda yaxlitlash javob kilogramm chiqishi kerak. 6 kilogramm 143 gramm. Qaysi kilogramlar orasida? Bu 6 kilogramm bilan 7 kilogramning orasida joylashgan. Endi 6 kilogramm bilan 7 kilogramning o'rtasi 6 kilogramm 500 gramm. 6 kilogramm 500 gramm. Endi mana bu 413 gramm mana bu yerda 6 bilan 6,5 kilogramni orasida joylashgan. Shunda biz mana buni taqriban 6 kilogramm bo'lib yaxlitlanadi deb yozib ketsak bo'ladi. Ya'ni biz yaxlitlashda har doim yaqinini olamiz. Xo'p, keyingi masala 12 tonna 7 sentnerni tonnalarda yaxlitlashimiz kerak. Biz bilamizki 1 tonna 10 sentner. Endi mana bu 12 tonna 7 sentner 12 tonna bilan 13 tonnani o'rtasida. Endi buni 12 tonna bilan 13 tonna orasida demoqchi edim. 12 bilan 13 ning o'rtasi 12 tonna yu 5 sentner. Chunki 10 yarmi 5 ta. 12 tonna 5 sentner. 7 5 dan o'tgan, ya'ni yarmidan o'tgan, demak bu 13 bo'lib yaxlitlanadi. Demak, 12 tonna 7 sentnerni yaxlitlasak 13 tonna bo'lib yaxlitlanadi. Keyingi misol, 3-misolni sentnerlarda yaxlitlashimiz kerak. Mana 4 sentner 53 kilogramm. Biz bilamiz 1 sentner bu 100 kilogramm. 1 sentner 100 kilogramm. Demak, 4 sentner qaysi ikkita sentnerlar orasida? 4 sentner 53 kilogramm. Bu 4 sentner bilan 5 sentnerni orasida joylashgan. Endi bu 4 sentner bilan 5 sentnerning o'rtasini yozib olamiz. Bu 4 sentner u 50 kilogramm o'rtasi. 53 yarmidan oshgan. Demak, bu 5 sentner bo'lib yaxlitlanadi. Endi keyingisi 817 kilogrammni sentnerlarda yaxlitla deyapti. Buni birinchi sentner va kilogrammga ajratamiz. 100 ga bo'lsak 8 sentner 17 kilogramm qoladi. Bu ikkalasi 8 sentner bilan 9 sentnerning orasida. Bularning yarmi 8 sentner u 50 kilogramm. 17 kilogramm hali 50 gacha yetib bormaganligi sababli bu 8 sentner bo'lib yaxlitlanadi. Keyingi savol mana 595 minutni soatlarda yaxlitlashimiz kerak. 595 minut. Birinchi soatga o'tkazamiz. Bilamiz biz 1 soatni 60 minut ekanligini bilamiz. Demak, 595 minutni 60 ga bo'lishimiz kerak. 540 ichiga 9 ta bor. 540 ayiradigan bo'lsak bu 55 bo'ladi. Natijada mana bu 595 minutimiz 9 soat 55 minut bo'lib soat va minutga ajraladi. Endi buni yaxlitlaydigan bo'lsak, bu 9 soatga yaqinmi yoki 10 soatga yaqinmi?
Qaysi biriga yaqin? Bularning o'rtasi 9 soat 30 minut. 55 minut o'rtasidan o'tib ketganmi? Demak 10 soat bo'lib yaxlitlanadi. Javob 10. Keyingisi 725 kunni haftalarda yaxlitlang deyapti. Demak biz bilamiz, bir hafta bilan kun bog'liqligi. Bir hafta 7 kun. Demak 725 kunni 7 ga bo'lamiz. 7 ning ichiga bitta bor, 7 ayiramiz. 25 turganimiz uchun bitta 0 beramiz. 25 ichiga 3 ta bor, 21. Ayirsak 4 qoldi. Demak mana bu 103 hafta, 103 hafta-yu 4 kun ekan. Endi buni yaxlitlashimiz kerak biz. 103 hafta qaysi ikkita hafta orasida? 103 bilan 104 ning orasida. Bir hafta 7 kun bo'lgani uchun mana bu 7 kun o'rtasi 103 hafta-yu 3,5 kun bo'ladi. 3,5 kundan ko'p 4 kun. Demak 104 hafta bo'lib yaxlitlanadi. Yaxlitlaganimizda 104 hafta bo'lib yaxlitlanadi. Shu masaladan keyin sinf ishini 1 dan 24 gacha ishlash mumkin bo'ladi. Hop, keyingi o'rganadigan narsamiz bu son o'qi. Son o'qi quyidagi rasmdagi mana bu chizma son o'qi deyiladi. Son o'qi mana 0 dan boshlanadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Har bitta oraliq bir xil uzunlikdagi bo'lakchalarga bo'linib chiqiladi bu yerda. Bu oxiri yo'q, cheksiz ketgan. Endi son o'qida koordinata degan tushuncha bor. Bu biror bir harfning joylashgan o'rni. Masalan, mana bu yerda A harfi, bu yerda B harfi, mana bu yerda S harfi, bu yerda O harfi joylashgan bo'lsa, O harfining koordinatasi, ya'ni joylashgan o'rni 0 ga teng. A harfini joylashgan o'rni, ya'ni koordinatasi 3 ga teng. B harfini joylashgan o'rni, ya'ni koordinatasi 6 ga teng. S harfini joylashgan o'rni, ya'ni koordinatasi 8 ga teng. Va hokazo. Ya'ni qaysi o'rinda, qaysi raqamda ustida turgan bo'lsa, u shu harfning koordinatasi bo'ladi. Hop, ikkinchi o'rganadigan narsamiz bu. Mana sizlar ikkita nuqta beriladi. Shu ikkita nuqta orasidagi masofa, ya'ni AB kesmaning uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Masalan, A nuqtaning koordinatasi bu yerda 3 ga teng, B nuqtaning koordinatasi 6 ga teng. Shu AB kesmaning uzunligini topsa, mana shu kesmaning uzunligini topishimiz kerak. Qarasak, 1, 2, 3. 3 ga teng AB kesmaning uzunligi. Chizmasdan qanday topsa bo'ladi desa, shunchaki B ning koordinatasidan A ning koordinatasini ayirib qo'yishlar bo'ldi. 6 dan 3 ni ayirsanglar 3 chiqadi. Masalan, bizga chizib bo'lmaydigan sonlarni berish mumkin. A ning koordinatasi 11, B ning koordinatasi esa 102. Buni son o'qiga chizishimiz uchun juda ko'p narsa qilishimiz kerak. Bundan ko'ra shunchaki AB kesmani uzunligini top desa, mana bu B ning koordinatasidan A ni ayirib qo'yamiz bo'ldi. 102 dan 11 ni ayirib qo'ysak, 91 degan javob chiqadi. Tamam. Hop, keyingi tushunchamiz berilgan ikkita nuqtaning o'rtasida joylashgan nuqtasining koordinatasini topish. Masalan, qarasanglar, A nuqtaning koordinatasi 2 ga teng. B nuqtaning koordinatasi 8 ga teng. Shuni o'rtasini topishni nima qilamiz buni? Bitta bu yoqdan yursak, bu yoqdan bitta yuramiz. Bitta bu yoqdan yursak, bu yoqdan bitta yuramiz. Bitta bu yoqdan yursak, bu yoqdan bitta yuramizda, mana bu o'rtasiga kelib qolamiz. Ana shu S nuqta. S nuqtaning koordinatasi 5 ga teng. Endi har doim shunaqa chizib ishlaymizmi desanglar, yo'q, unaqa qilmaysizlar. Demak, o'rtadagi nuqtaning koordinatasi, S nuqtaning koordinatasini topish uchun A ning koordinatasiga B ning koordinatasini qo'shasizlar-da, 2 ga bo'lib qo'yasizlar. Bo'ldi. A ning koordinatasi 2, B ning koordinatasi 8. Qo'shsanglar 10 chiqadi, 2 ga bo'lsanglar 5 chiqadi. Mana, hamma kelib chiqdi. Bu bizga qulaylik yaratadi. Masalan, A ning koordinatasi 12, B ning koordinatasi 444. A va B nuqtalari o'rtasidagi joylashgan nuqtaning koordinatasini top desa, bittalab chizib o'tirmaymiz-ku. Demak, S nuqtaning koordinatasini topish uchun 12 ga qo'shamiz 444 ni bo'lamiz 2 ga.
444 ga 12 ni qo'shsak 446 456 bo'ladi. Buni 2 ga bo'lib qo'ysak, javob 428 chiqadi. Tamam. Xo'p, keyingi masalamiz A nuqtaning koordinatasi eng kichik ikki xonali son. Demak, eng kichik ikki xonali son bu 10. B nuqta A nuqtadan 8 birlik o'ngda. 8 birlik o'ngda bo'lsa, shunchaki 10 ga 8 ni qo'shamiz. B nuqtaning koordinatasi 18 ekanligi kelib chiqadi. C nuqta A nuqtadan 6 birlik chapda joylashgan. C nuqtani topishimiz uchun 10 dan 6 ni ayiramiz shunchaki. Bu 4 ga teng. Demak, o'ngda desa qo'shamiz, chapda desa ayiramiz. BC kesmani uzunligini top deyapti. BC kesmani uzunligini topishimiz uchun shunchaki 18 dan 4 ayirib qo'ysak bo'ldi. 12 chiqadi. B va C nuqtalarining o'rtasida joylashgan nuqtani top deyapti. Demak, B va C ning o'rtasini topishimiz uchun 18 ga 4 ni qo'shamiz. Chiqqan javobni 2 ga bo'lamiz. 22 11 bo'ladi. Demak, BC kesmani uzunligi 12 chiqdi. B va C nuqtalarining o'rtasidagi nuqtaning koordinatasi 11 chiqdi. Savollariga javob berib bo'ldik. Xo'p, boya 24 gacha ishlagandik. Endi 25 dan toki oxirigacha 42-misolgacha ishlash mumkin bo'ladi. Mana bu oxiridagi savollarni bola imkon boricha ko'proq o'zi o'ylash kerak. Eng oxirida uni o'rgatgan yaxshi. Bu mavzuni odatda 2 ga bo'lib o'tgan yaxshi. Shu yaxlitlash qismini, ya'ni 1 dan 24 gacha yaxshilab tushuntirib, bo'laklarga bo'lib, o'nlar xonasigacha, yuzlar xonasigacha, minglar xonasigacha yaxlitlashni alohida o'rgatib, keyingi darsda sonlar o'qini tushuntirgan yaxshi. Ikkalasini aralashtirib o'tsa, bir darsga qiyinlik qilish mumkin. Agar guruh darajasi yaxshi bo'lsa, o'tib bitgan foydali. Agar guruh 0 dan boshlagan guruh bo'lsa, 2 ga bo'lib o'tgan afzal bu mavzuni. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.